Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Javod Avto kanalicha do'stlar, bormisizlar, eson-omonmisizlar? Xudo xolasa ro'zalarni ham tugatib oldik. Mana bugun Hayit bayrami do'stlar. Hayit bayrami bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman do'stlar. Hammani shuning Hayit bayramini ko'pini ko'rish nasib qilsin do'stlar. Xudo xolasa hammaga omad tilimiz, hammani niyatini yetirsin do'stlar. Ilohim shu hammani uyida yaxshi kun bo'lsin. Yaxshi mashinalarni sotib olib haydash nasib qilsin do'stlar. Sizlardan, bizlardan yaxshi toza avtomobillarni sotib olish hammaga nasib qilsin do'stlar. Asosiy video rolikimizni boshimiz bo'lsa, Nexia 1ni zo'rindan ko'rsataman. Nexia 1 izlab yurgan, ayniqsa Nexia 1ni fanatlari uchun do'stlar zo'r avtomobil ko'rsataman. Like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad, kanalga ketdik. Yana do'stlar, sizlarga navbatdagi reklamamiz Nexia 1 avtomobili bo'ladi do'stlar. Yili eskiroq, lekin mashinamizning holati вообще zo'r do'stlar. Nexia 1 99-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, 4 tona yangi balonlarda turibdi do'stlar. Benzinda avtomobilimiz, kraskasi родной. Xullas do'stlar, kelasizlar, ko'rasizlar, tekshirib olasizlar. Hech bir aybi yo'q, holati вообще zo'r. Xullas, avtomobilimiz zo'r holatda turibdi do'stlar. Yurgan probeg ham do'stlar joy ko'p emas do'stlar. 120 ming kilometr chisti o'zini yurgani, holati вообще zo'r, salon holatlari ham chotki turibdi. Yirtilib, kir bo'lib, urinib qolmagan do'stlar. Вообще holatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Holati вообще zo'r do'stlar. Yana konkretni avtomobil. Fiat aynalarda turibdi do'stlar. O'zi qaraytirilgan заводской aynalar, lekin neden o'tadi? Gay gap topmaydi do'stlar. Hozir kapotdagini ham ko'rsatamiz. Kapotini ochib qo'ydik. Motorlari zo'r, ходовойлari zo'r, korobkasi вообще zo'r do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlar ham toza turibdi. Xullas, kim Nexia 1 izlab yurgan bo'lsa do'stlar, shu videoni tashlab qo'yamiz. Ozgina shamol bo'lib turibdi, mikrofonimiz qaytib ketdi, alishtiribsizlar do'stlar. Holati вообще zo'r holatda turibdi do'stlar. Xullas, narxini keladigan bo'lsak do'stlar, narxini bo'ladigan narxi do'stlar 50 million so'm bo'lsa beramiz. Bo'ladigan narxi 50 million so'm. Umuman hech qayerda aybi yo'q. Holati вообще zo'r. Benzinda turibdi do'stlar. Barter variantimiz ham bor. Qimmatroq avtomobilingiz bo'lsa, ustuna pul beramiz. Arzonroq bo'lsa, sizlar ustuna pul berasizlar. Barter variantimiz ham bor do'stlar. Xullas, videoni Nexia 1 fanatlarına tashlab qo'yamiz do'stlar. Like bosib esdan chiqmasin. Hammani Hayit bayrami bilan tabriklaymiz do'stlar. Hammaga omad.